Men o'zimni 19 yoshimda juda yosh sodda qiz deb o'ylardim. Hali hayotning achchiq va shirin tomonlarini to'liq bilmasdim. Yaqinda turmushga chiqqan edim. Erim Samandar yaxshi yigit, yaxshi odam, tinib-tinchmas, musiqa, ishchi yigit edi. U toyimizdan atiga 3 oy o'tib Rossiyaga ketishga majbur musiqa bo'ldi. Oila uchun, kelajak uchun pul yig'ish kerakligini ikkovimiz musiqa ham tushunardik. U ketgan kun uyimiz galati sukunatga to'ldi. Qaynona-qaynotam yaxshi odamlar. Menga havas bilan qarashardi. Musiqa, lekin uy ichida yana bir odam bor edi, Kayin akam, Diyor. U 27 yoshda. Baland boy, musiqa, qattiq qo'y, ko'p gapirmaydigan yigit edi. To'y vaqtida ham juda sovuq, musiqa, tabassum bilan qara. Shunda men buni faqat uning xarakteriga yoygan edim. Erim ketganidan keyingi birinchi hafta hech qanday galati narsa sezmadim. Qaynona bilan uy yumushlari, qaynona mengir balam deb mehr bilan qarab yuradi. Qaynota esa ertalab ishga ketib, kechqurun musiqa charchab qaytadi. Diyor esa ko'pincha kechqurun keladi. Ba'zida musiqa tiyarmida kirib keladi. Chunki u ham kechki smenada ishlardi. Birinchi marta o'zimga galati qarashni o'shanda musiqa sezdim. Kechqurun ovqatni dasturxonga qo'yib, idishlarni tozalab yurgandim. Diyor kelib kirdi. Musiqa odatiy salom demadi. Ko'zini menga qadab qarab turdi. Men esa tezda boshimni ekdim. Yana uy yumushlarini davom ettirdim. Shunda u yonimdan o'yotib musiqa nimadir demoqchi bo'lgandek to'xtab qaradi. Nigohi uyda galati edi. Odamga musiqa emas, odamning orqasidagi narsa orqali qarayotgandik. Men indamay o'tib ketdim. Musiqa, o'sha paytda bu qarashlarning tagida nima borligini bilmasdim. Balki bilishni ham istamasdim. Musiqa, kunlar o'tib, u menga tobora ko'proq tikiladigan bo'ldi. Musiqa, qaynona buni sezmaydi. Qaynota ko'p uyda bo'lmaydi. Men esa uyda deyarli yolg'izman. Kecha telefonimni qo'limga olib erimga yozaman. Men yaxshi, hammasi joyida. Seni kutyapman. Ammo ichimda o'sha begona nigoh meni bezovta qilardi. Bir kuni kechasi suv ichish uchun oshxonaga chiqdim. Musiqa, o'kin qorong'i, faqat derazadan tushayotgan xafif oy nuri suv ichib qaytayotgan edim. Birdan eshik qoyma-qoy ochildi. Musiqa, Diyor kirib keldi. Hali kiyimlarini yechmagan. Qadamlarda shoshilish bor. U meni to'xtatdi. Qaradi, yana o'sha notanish tushuntirib degan ko'zlar bilan. Kechasi musiqa, uygoq yuribsizmi, dedi past ovozda. Suv ichgani chiqqandim, dedim. Qo'rquvni yashirishga urinarak. U kulimsiradi. O'sha kulgi meni larzaga soldi. U asta menga yaqinlashdi. Musiqa, men ortga chekindim. Qo'rqmang, dedi u, shunchaki gaplashmoqchi edim. Gapni ertalab ham qilsa bo'ladi, dedim kaltirab. U menga yana bir qadam yaqinlashdi. Musiqa, o'sha paytda yuragim o'zini eshitmay qoldi. Shu onda xonamga yugurib kirib ketdim va musiqa eshikni qulfladim. Yuragim gursillab urardi. O'sha kecha uxlay olmadim. Oradan 2 kun o'tdi. Musiqa, u yana kechasi uyga keldi. Bu safar men yosh boladek qo'rqib xonamdan chiqmay o'tirdim. Ammo bilmadim, musiqa, qaynota uni kutib o'tirganmi yoki yo'qmi. Uy jim bo'lib yotganida koridorda mayin qadam, musiqa tovuslari eshitila boshladi. U to'xtadi. Xuddi mening eshigim oldida turib qolgandek. Musiqa, nafasim bo'gilib qoldi. Har bir qadam, har bir tikdek jimlik quloqlarimda jaranglardi. Shu voqeadan keyin Kayin akam menga kundan kunga yaqinlashishga urinishni boshladi. Balki u buni yashirayotgandek tuyular. Lekin har galgi nigohlar, gaplar, musiqa yonimdan o'yotgandagi qasddan sekin harakatlar hammasi musiqa menga sovuq qo'rquv olib kelardi. Men qaynona bilan birga bo'lsam, musiqa o'zimni xavfsiz his qilardim. Yolg'iz qolganimda esa yuragim bezovta musiqa bo'lardi. Uyda yolg'iz qolishning o'zi ham endi mashaqqatga aylandi. E'lon qilinmagan lekin seziladigan xavf ichimni kemirardi.
Shunda o'zimni qo'lga olishga qaror qildim. Bir kuni ertalab nonushta qilib bo'lgach, qaynona oshxonani yig'ishtirayotgan ekan. Men ichimda yig'lab musiqa, ammo yuzimda tabassumni yashirmay dedim. Onaon, men kechasi qo'rqib yuribman. Uyga kim kelib ketayotganini bilmayapman. Musiqa, qaynona boshini ko'tardi. Kim degan savol uning ko'zida paydo bo'ldi. Lekin ovoz chiqarmadi. Musiqa, men esa ichimni bo'shatishga qo'rqdim. Bu gap uyni buzishi, qaynona bilan Kayin akaning orasiga nizo solishi mumkin edi. Musiqa, ammo haqiqatni yashirish ham endi qiyinlashib borardi. O'sha kundan keyin Kayin akamning har bir qadamini his qilishim, musiqa, yanada kuchaydi. U meni yolg'iz ko'rib qolsa gaplashmoqchi bo'lardi. Men esa uzr topib chetlab ketaverardim. Musiqa, ammo ruhiy bosim kundan kunga ortardi. Men bir kecha qaror qildim. Musiqa, agar u yana uyga kechasi kelsa, ichimdagi qo'rquvni qaynona va qaynotaga aytaman. Men endi yolg'iz qo'rqib yura olmayman. Shu kecha eshik yana past ovozda shiqirladi. U keldi. Uyning ichidagi qadam tovushlari yuragimni muzlatib yubordi. Musiqa, men eshik ortida tegilib turdim. U sekin qarorga keldi. Nafasi eshik ortidan eshitilayotgandek edi. Bu safar u shunchaki turmadi. Eshikka yengil ushlab qo'ydi. O'sha lahzada men ichimdagi butun qo'rquvni yig'ib, musiqa, hech qachon tasavvur qilmagan jasoratni topdim. Men baland ovozda chaqirdim. Qaynona, Diyor yana kechasi kelyapti. Musiqa, uy larzaga keldi. Qaynona chopib chiqdi. Qaynota ham uyg'ondi. Diyor esa ortga tarildi. Musiqa, lekin kech edi. Hamma ko'rdi. Qaynona qotib qoldi. O'sha ko'zlarda men bir umr unutmaydigan alam, musiqa, hijolat, norozilik va sharmandalikni ko'rdim. Qaynota Diyorni qo'lidan ushlab tashqariga olib chiqdi. Ularning janjali butun mahallani uyga uyg'otdi. O'sha kecha men xonamda o'tirdim. Musiqa, qo'rqib ham, yengillashib ham. Yig'lagim keldi, lekin ko'z yoshim chiqmadi. Qaynona kirib meni bagriga bosdi. Bolam, musiqa, kechir meni, bu mening aybim, dedi titrab. Men uning bag'rida ko'p vaqt jim o'tirdim. Ertasiga Diyor uydan ko'chirilib yuborildi. Qaynota bir oy davomida ham unga, ham menga tikku qaray olmadi. Qaynona esa meni asrab qo'llab kuylab yuradi. Eriga hammasini aytdim. U yig'ladi, musiqa, uzr so'radi. Darrov qaytaman, dedi. Shu voqeadan keyin hayotim asta-sekin tinchi. Lekin bu sinov menga shuni anglatdi. Musiqa, ba'zan ayolning eng katta jasorati qo'rquvdan qachish emas, balki uni tan olib yordam, musiqa, so'rashdi. Diyor uyimizdan chiqarilgan kundan keyin uy ichida galati sukunat hukm surdi. Musiqa, go'yo hamma odam o'ziga kela olmay, o'zini aybdor his qilayotgandek edi. Qaynona ham, qaynota ham ko'zlarini mendan yashirardi. Musiqa, men esa ularni ayblamasdim. Bu voqeada mening aybim yo'q edi. Hech kim bunday narsani kutmagandi. Lekin baribir uyda bir og'ir xenginlik paydo bo'ldi. Ertasi kuni ertalab qaynona menga nonushta tayyorlab qo'ydi. Musiqa, u odatda menga yumshoq mehr bilan gapirardi. Ammo o'sha kuni uning ovozida titroq bor, musiqa edi. Bolam, sen kecha bo'lgan voqeani ko'ngildan o'tkazib yuborma, dedi u asta. Buni, musiqa, bizning oilamizdagi qora dog' deb o'ylama. Men sening qaynonangman. Men sening qizimsan. Men seni tushunaman. Men uning gaplarini eshitib, musiqa, ko'zlarim yoshga to'ldi. Bu ayolni motor kabi ishlatib, hushidan ketguncha xizmat qilganim uchun emas, meni haqiqatda ham o'g'li kabi ko'rganini sezganim, musiqa uchun. Qaynota esa kecha kunduz g'amgin yurdi. O'sha kuni u Diyor bilan juda qattiq, musiqa, janjallashganini qo'hnar ham eshitishgan ekan. Qaynota uyga kirganida rangi aqargan, musiqa, qo'llari titrar, o'zi ham endikib nafas olardi. U menga qarab dedi, musiqa, bolam, sen o'zingni aybdor his qilma. Ayb bizda, biz bilmayor yuribmiz. Men esa boshimni ekdim. Shu musiqa kundan keyin qaynota menga hech qachon baland ovozda gapirmadi.
Meni ko'rsa izzat bilan qizim mendir biror narsa ko'tarsam yordamga berishga shoshardi. Musiqa bu voqea ularni sindirib qo'ygandek edi. Oradan bir hafta o'tdi. Musiqa erim Samandar bilan telefon orqali uzoq gaplashdik. Men unga hammasini aytdim. Musiqa hech narsani yashirmadim. Voq jim qoldi. Yuragim gash tortdi. Musiqa. Balki u meni ayblar deb o'yladim. Lekin u chuqur nafas olib dedi. Sen mardlik musiqa qilib to'xtatibsan. Ayb sening ustingda emas. Men seni yaxshi ko'raman. Men seni asrab olmay musiqa qoldim. Men hech qachon seni yolg'iz tashlab ketmasligim kerak edi. Bu gaplar meni larzaga soldi. Musiqa shu payt bilib qoldim, erim menga ishonar ekan. Bu ishonchdagi og'irlik yig'limni keltirdi. Samandar tez orada qaytaman dedi. Lekin men uning qaytishini ham qo'rquv, musiqa ham shodlik bilan kutardim. Bu voqea unga og'ir boshini bilardim. Diyor uyimizdan ketganidan so'ng mahalla ham gapsiz bilan to'laydi. Diyorni nega chiqarishdi? Nima musiqa bo'ldi, nega kechalari kelardi degan savollar ko'p odamlar orasida aylandi. Qaynona har kuni ko'chaga chiqqanida musiqa odamlar uni ayab qarashardi. Ba'zilari esa shivir-shivir qilishardi. Lekin musiqa ularga e'tibor bermasdi. U o'z oilasini, kelinini himoya qilishni birinchi o'ringa musiqa qo'ygandi. Men ham bir-ikki marta ko'chaga chiqqanimda ayollar nazarida o'zimni noqulay his qildim. Musiqa ammo hayot davom etardi. Men o'z vazifalarimni bajarardim, uyimni musiqa yig'ishtirardim. Qaynona bilan birga ovqat tayyorlardim va eng muhimi o'zimni ruhiy tiklashga musiqa harakat qilardim. Kechqurunlar yotganimda haligi qadam tovushlari, eshik silliq o'chilgandek musiqa, ovozlar qulog'imga kelar, zo'r birlashib ketardim. Bu qo'rquv bir necha hafta meni tark etmay yurdi. Musiqa bir kuni kechqurun qaynona yonimga keldi. Yonimga o'tirdi. Qo'limni ushladi. Bolam, sen juda kuchlisan. Ko'p ayollar buni ayta olmaydi. Musiqa, sen aytding, o'zingni himoya qilding. Bu mening kelinim ekaningdan faxrlanaman. Uning ko'zlari musiqa nam edi. Men unga suyalib o'tirdim. O'sha kecha uyda birinchi marta o'zimni yana xavfsiz his musiqa qildim. Bir oydan keyin Samandar uyga keldi. U kelganida meni bagriga qattiq bosdi. Go'yo hech qachon qo'yib yubormasdik. Men ham titrab uni quchoqladim. Bu quchoqda shuncha og'riq, sag'inch, qo'rquv va minnatdorlik bor edi. Samandar ota-onasi bilan soatlab gaplashdi. Musiqa ularning ko'zlarida uyalish, afsus, minnatdorlik bor edi. Samandar esa ularga musiqa, sizlar aybdor emassiz, men yo'q. Musiqa.